Avariyni Gentra olib keldik akalar. Buni qaranglar, hadovoylari chiqib ketgan, mordasidan lop yegan holatini ko'rib turibsizlar. Granatalari sochilib yotibdi. Mana bu richaklari, balkalari, fara, bamper, kapot, oldi eshik. Xullas mashinamiz mordasidan, balonidan lop yegan, mashina urilgan. Oldi eshigimizda ham pachoq joyi bor, e'tibor bersanglar. Bu tomon diska balonlari dam qo'yib yuborgan va bu tomon diska balonlari ham dam qo'yib yuborgan va mana bu tomon orqa krılosida ham udari bor. Udar davomida orqa bamperlari ham chiqib ketgan. E'tibor bersanglar, oldi diska balon ham dam qo'yib yuborgan, даже loyigacha turibdi akalar. Salon holatlariga e'tibor berasizlar. Airbaglar otgan, torpedaniki ham otgan, rulliki ham otgan. Salon holatlari yaxshi. O'zi Gentramiz yaxshi mashinada, katta o'g'illarning mashinasi. Yo'q akalar, e'tibor bersanglar, bu mashinani hozirgina borib, hozirgina Yangiyo'l tumanidan sotib oldik. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Zo'r narxlarda bizga bog'lanib, baraka qorishinglar mumkin akalar. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana qaranglar. 828 60 90 evakuatorchi akamizning nomerlari bo'ladi. 5 tonnagacha yuklarni olib bemalol yuradilar. Ularning ham nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalarim.